Assalomu alaykum aziz dehqon akalar va ukalar. Bugungi videomizda yangi kelgan Zuba 4x4 traktorimiz va O'zbekiston uchun yangilik. Rotorli kashilka traktorning oldiga o'rnatiladigan. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, hozir ishlash jarayonlari va undan keyin to'liq obzorlarni qilishga harakat qilamiz. And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. 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 Please just ishlashlar juda ham zo'r, a'lo darajada. Traktorimizga keladigan bo'lsak, traktorimiz Zuba 4x4 1125 motor bilan jihozlangan. 28 otchi. Motorimizda sovush sistemasi suv bilan bo'ladi. O'zida suvning sirkulyatsiyasi uchun suv pompalari, radiator, elektronli ventilyatorlari qo'yilgan. Rollari gidravlikali bo'ladi, 100% gidravlikada ishlaydi. Mana ko'rganingizdek oldi silindrlari. Traktorimiz 4x4 aytib o'tganimizdek, oldi ham vedushli hisoblanadi. Oldi peredoklari 304, 404 traktorlari bilan bir xil. Xudo xolasa peredokdan umuman muammo bo'lmaydi. Ya'ni 30-40 ot kuchi traktorlar uchun mo'ljallab chiqarilgan peredoklar. Narxi komplektida plug, frezasi bilan birga $4700 bo'ladi traktorimiz. Rotorning kashilkamizga keladigan bo'lsak, rotorning kashilkamizda eni 1.65 m. Rotorning kashilkamiz traktorning oldi qismiga o'rnatiladi. Ya'ni bu bog'ning ichida ishlatishga, daraxtlarning tagidagi begona o'tlarni o'rishga ham juda ham zo'r hisoblanadi. Rotorning kashilkaning harakati orqadan romdan bo'ladi. Hech qanday remen bilan boshqa emas. Orqadan romdan oladi. Juda ham mustahkam, baquvvat ikki qator sep bilan ulangan. Hech qanday perelga qilinmaydi, kesilmaydi, qirqilmaydi. Shunday birga bo'lib tushadi. Rotorning kashilkamiz nafaqat Zuba traktorlariga, balki mini traktorlar 304, 404 sizda qanday traktor bo'ladigan bo'lsa, o'shalarga o'rnatsangiz bo'ladi. Narxi $1450. Kimga agar shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rsatilgan nomerlaringizga aloqaga chiqasizlar yoki yanada qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga ham xudo xolasa shu nomerlar orqali javob olishlaringiz mumkin.
Hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar.